Qashqadaryo. Bu yurt tog'lar nafasi, tarix sadosi va tabiatning eng sof in'omi. Bu yerda har bir qadam o'tmishga eltadi, har bir manzara qalbga osoyishtalik baxsh etadi. Yurtimizning janubiy go'shasida, tog'lar bag'rida joylashgan Qashqadaryo, tabiati go'zal, tarixi boy va ma'naviyati chuqur zamin hisoblanadi. Mana shunday serquyosh hududda dengiz sathidan 1228 metr balandlikda joylashgan ajib go'zal manzaralarga va ma'naviy boyliklarga ega bo'lgan Bashir turizm qishlog'i so'lim bir maskan sifatida alohida e'tiborga sazovor. Ushbu qishloq xushmanzara tabiat qo'ynida joylashgan bo'lib, uzoq va boy tarixga ega. Qishloq aholisi asrlar davomida chorvachilik va dehqonchilik bilan mashg'ul bo'lgan. Shu boisdan ham tabiat bilan uyg'un hayot tarzini saqlab kelgan. Tashrif buyuruvchilarni jalb etuvchi asosiy sabablardan biri Hazrati Bashir maqbarasi hisoblanadi. Said Ahmad Bashir xalq orasida Miri haqiqat nomi bilan tanilgan muqaddas zot. Naqshbandiya ta'limoti keng yoyilayotgan davrda Xo'ja Ahmad Yassaviy tariqatiga qiziqish bildirgan va o'z hayotini ma'rifatga bag'ishlagan. Maqbara ustida mahalliy hunarmandlar tomonidan sandiq shaklida o'yib yasalgan ajoyib yodgorlik o'rnatilgan. U yerda Hazrati Bashir otaning 2 o'g'li va 1 xizmatkori ham dafn etilgan. Shuningdek, maqbarada Mo'g'ullar sulolasining vakili Mirzo Sayyid Ahmad Jamoliddinga tegishli deb hisoblanadigan qabr toshi ham saqlanib qolgan. Ziyoratgohning pastki qismida qoyalar bag'ridan otilib chiqayotgan buloq suvi xalq orasida shifobaxsh xususiyatlari bilan mashhur. Bu suv tabiat in'omi sifatida mehmonlarga nafaqat jismoniy, balki ma'naviy tetiklik ham bag'ishlaydi. Yoz faslida bu hududdagi ob-havo ancha salqin bo'lgani bois, Bashir qishlog'i mahalliy va xorijiy turistlar bilan gavjum bo'ladi. Ular bu yerga nafaqat dam olish, balki ruhiy xotirjamlik uchun ham tashrif buyuradilar. Bashir qishlog'iga keling va o'zingiz uchun yangi manzillarni kashf eting.